Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube'ga videokuni ulab ko'ramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Uning uchun Chrome brauzeriga kirib olamiz va bu yerdan YouTube deb qidiramiz. Mana eng birinchi kerak qiladigan narsamiz bu yerga kirib silkamizni olamiz bu yerdan YouTube kanalini. Copy qildik. Endi bu yerga vidIQ deb qidiramiz. vidIQ skачать. Mana birinchida chiqdi. Bunga kirib olamiz. Va bu yerdan install Chrome extension. Mana shuni bosamiz. Va bizlarni boshqa oynaga olib o'tadi. Keyin mana shu yerda Google akkauntimizni kirgizib olamiz. Men kirgizib qo'yganman. Keyin bu yerda установить chiqadi. Установit'ni bosamiz. Add extensionni bosamiz. 2-3 minutcha kutamiz. Mana vidIQ o'rnatilmoqda. Welcome to vidIQ. If you're watching this, Bu videosi kerakmaydi. Bu yerni bosasiz, masalan, vidIQ qo'shildi, ko'rdingizmi? Endi bularni yo'qotib yuborsak ham bo'ladi. Endi YouTube'ga qaytadan kiramiz. Yangilab olamiz. Mana ko'rdingizmi? vidIQ qo'shildina. Mana shu. Hammasi bu nima deydi? Obunachilar deydi. Nechta obunachi bo'lganini ko'rsatadi. Monetizatsiya jarayoni deyapti. Mana ko'rishlar oxirgi 7 kunda 3070 odam tomosha vaqti obunachilarni ham ko'rsatadi. Va eng asosiysi u video joylagan vaqtda videoni taglarini o'zi yozib beradi. Video qo'shish qolganini video davomida ko'rib olasiz. Faylni tanlash. Bu yerdan o'zimizga kerakli videoni qo'yib olamiz. Men buni qo'yaman, shorts video. Ko'rdingizmi? Hozir yangilab turibdi. Bida balni, общий balni, masalan, 100 dan 20 bo'lsa, kam odam ko'rishini anglatyapti. 100 dan 80-70 bo'lsa, zo'r bo'ladi. Mana ko'rib tursiz. Buni qo'ysak 74, buni kelsa 44, buni esa 83. Mana shu kodni kiritamiz. Yana kiritildi. Mana 100 dan 80 ball chiqdi. Bu yerda videoni sozlab olamiz. Bu mana bu yerda yana taklif chiqardi. Qo'shishni bossangiz bu yerga qo'yiladi. Bu yerdagi sozlamalarni o'zingizga qarab to'g'rilab olasiz.